Men hozir kelaman. Tushunmadim. Qayoqqadir bormoqchimisiz? Ha, Bugun dam olaman degandingiz. Yana qayoqqa otlandingiz? kelin shifoxonaga borar ekan. Xudo xolani mazasi yo'q ekan. Ko'rib kelaman deyapti. Men mashinada tashlab qo'yaman. Sovuqda ko'chada yurmasin. Tushunmadim. O'zi borsa bo'lmaydimi? Ko'cha to'la taksi, avtobus. Yoki ukingizga borib qo'ysinlar. Nuriddin ishda ekan. Men baribir uydaman-ku. Tayyor mashinada olib borib qo'yaman. Bo'ldi? Tavba. Siz ovora qilmasin, o'zi borib kelsin. Sekinroq gapir. Eshitib qolsa xafa bo'ladi. Bugun dam olaman degandingiz. Yotib damingizni oling undan ko'ra. Mazza qilib uxlang. Obbo, nega muammo qilasan a? Hozir yarim soatda shifoxonaga olib borib kelaman. Keyin mana damimni olaveraman, Shuni ham muammo qilmagin. Bo'pti, men ketdim. Tushunmadim. Tavba. Bu yangi kelin pismiq chiqib qoldi-yu. Qaynog'asini ham uyalmasdan ovora qilib keling deganini qara buni. Hali ko'rsatib qo'yaman senga. Alo. Assalomu alaykum. Hafiza siz bo'lasizmi? Ha, menman. Markaziy shifoxonadan bezovta qilayotgandim. Xo'sh. Turmush o'rtog'ingiz Doniyor aka avtohalokatga uchradi. Tezroq yetib keling. Tushunmadim. Avtohalokat? Qachon? Adashmayapsizmi? Tezroq yetib keling. Hozir boraman. Hozir. Allohim rahmatiga olgan bo'lsin. Allohu akbar. Mayli aka, sog' bo'linglar. Rahmat. Doniyor aka. Bizni kimlarga tashlab ketdingiz? Bolajonim. Dadang endi yo'q. Bizni tashlab ketdi. Ojon. Bo'ldi qizim, tinchlan. Yig'lavermagin. Bandalik ekan, chidaysan-da. Nimaga unaqa bo'ldi? Nimaga aynan Doniyor akam? Nimaga? Peshonasiga shu yozilgan ekan-da. Suyangan tog'imdan ayrilib qoldim. Endi ular yo'q. Bolam tirik yetim bo'lib qoldi. Bolajonim ota mehriga zor bo'lmasadimi? Qanaqa yashaymiz? Ahvolimiz nima kechadi? Men Sardor bilan sizni yolg'iz qoldirmayman. Shu uyda biz bilan birga yashayverasiz. Umrimning oxirigacha sizlarga g'amxo'rlik qilaman. Nuriddin, umringizdan baraka toping. Rahmatli qudalarimiz bolalariga yaxshi tarbiya bergan ekan. Doniyorjon ham mard inson edi. Siz ham akangizni o'rnini tutsangiz, mingdan ming rozimiz. Rahmat sizga. Sardor, ke. Bor bolam. Sardor, uyga kir. Men tashqariga qaray, odamlar keldi shekilli. Mana, yaxshi qayning bor. Hech ham xor bo'lmaysan, qizim. Sabr qilgin endi.
Ko'rgiliyda. Hammasiga chidashing kerak. Xudo xola, opajon, issiq choy damlagandim. Ichib olasizlarmi? Siz ertalabdan beri hech nima yemadingiz. Bu ovqat pishirib beraymi? O'shum qadam. Meni erim o'lib ketdi. Sen ovqat dardidamisan, ha? Ha? Kasofat? Hafiza, bo'ldi, tinchlan. Erimni sen o'ldirding. Eshityapsanmi? Sen o'ldirding. Opa, bu nima deganingiz? Nimaga men o'ldiraman? Sen qayergadir tashab kelmaganlarda tirik bo'lardi. Agar sen bo'lmaganingda ular o'lmasdi. Damab o'tirgan bo'lardilar. Sen kasofat erimni yo'q qilding. Niyatingga yetdingmi? Hafiza, bo'ldi, tinchlan. Sardor, bor xonangga kir. Bo'ldi, qil, Hafiza. Oyi, buni ko'rgani ko'zim yo'q. Hoziroq yo'qolsin. Doniyor akamni shu o'ldirdi. Shu palakatni tashab kelaman deb avtohalokatga uchradi. Kelin, siz boravering. Hozir qizim o'zida emas. Yer yutqir, yo'qol, ket! Yo'qol! Tinchlan dedim senga. Bo'ldi, o'zingni tut. Tashqarida shuncha odam bor. Qo'shnilar eshitsa nima deydi? Shuni qorasini ko'rgim kelmayapti, oyi. Yo'qolsin uydan. Yo'qol! Bas qil. Ha? Nega bu yerda yig'lab o'tiribsan? Opajon, menga birdan baqirib qoldilar. Nima deganlarini bilasizmi? Nima dedi? Erimni sen o'ldirding. Dedilar. Aybni menga yuklab, alam bilan tashlandilar. Qo'rqib ketdim. Hozirgacha qo'llarim qaltirab turibdi. Axir men aybdor emasman-ku, to'g'rimi? Keyin hozir siqilib turibdi. Dardi ichida. Lekin menda ayb yo'q. O'sha kuni akajon o'zlari sovuqda yurmang. Mashinada olib borib qo'yaman deb qo'ymadilar. O'zim ketaveraman desam ham tayyor mashina bor dedilar. Meni shifoxonaga tashlab ketdilar. Qaytayotganlarida shu holat bo'pti. Agar bunaqa bo'lishini bilganimda edi. Bo'ldi. O'zingni bos. Vaqt kerak, o'tib ketadi hammasi. Hammasi iziga tushib ketadi. Sen siqilmagin, xo'p? Mayli, men tashqariga chiqay. Odamlar chaqiryapti. Ko'z yoshingni emartda, sen ham chiq. Xo'p. Hozir. Hoy, menga qara. O'sinim ketsin, qorasini ko'rmay degan gaplarni yig'ishtirgin. Oyi, men nohaqmanmi? Agar shu shum qadam bo'lmaganda erim tirik bo'lardi hozir. Oppa, tiling qursin seni. Endi seni ering yo'q. Shu qayning bilan o'siningni gardanidasan. Tinchgina o'tir. Ha deb unga tashlanaversang, qayning senga qarshi bo'lib qolmasin.
Mukasofat. Nuriddin bilan ham qarshi qiladi. Hafiza, ha shularga shirin gapirgin. Ayniqsa o'siningga. Ha seni o'zing yashab turgan uyingdan chiqarib yormasin. Keyin qayerga borasan? Uyimizda ham ikkita kelin bor. Seni bitta bolang bilan sig'dirmaydi ular. Endi bu yog'iga suyangan tog'ing yo'q seni. Hali qarab tursin oyi. Hammasidan alamim olaman. Bo'ldi qil dedim senga. Men tinchgina o'chib qoladigan olov emasman oyi. Men o'tman. Shunchaki kuydirib yuboraman. Hali ming pushaymonlar qilib dabdalasi chiqadi. Men uni kunini ko'rsataman. Nima qilmoqchisan? Hali ko'rasiz oyi. O'sinimni yo'q qilaman. Ildiz-pildizi bilan quritaman. Yech mana buni. Shumqadam. Sen beva qolmading-ku. Nimaga qora ro'mol o'rab olding? Opajon, bo'ldi, o'zingizni bosing. Nima? Endi meni har ko'rganingizda tashlanaverasizmi? Sen aybdorsan chunki. Nima bo'lyapti, tinchlikmi? Suyangan tog'imdan ayrildim. Sen bilan ketmaganda hozir tirik bo'lardilar. Doniyor akam suyangan tog'im edilar. Kenaya, bu taqdir bo'lsa, Zohidani ayblashni bas qiling. Zohida ham ataylab qilmagan. Endi seni ering yo'q, shu qayning bilan o'siningni gardanidasan. Ha shularga shirin gapirgin. Ha seni o'zing yashab turgan uyingdan chiqarib yormasin. Keyin qayerga borasan? Uyimizda ham ikkita kelin bor. Seni bitta bolang bilan sig'dirmaydi ular. Nuriddin, men o'zi siqilib turibman-da. Zohidani ko'rsam, o'lgan akangiz xayolimga keladilar. Nima qilay? Opajon, men hech qachon birovga yomonlik tilamaganman. Xafa bo'lmang mendan. Zohida, bor ishlaringni qil. Nuriddin aka. Bor ishlaringni qil. Xo'p. Bu qayg'ulikka qanday chidayman endi? Qanday qilaman? Kenaya, sabrli bo'ling. Men ham akamni yaxshi ko'rardim. Kechalari uxlolmay chiqayman. Akam yelkalarida ko'tarib katta qilgandilar. Hali ham esimda. Maktabga ketayotganlarida meni ham olib keting deb doim yopishib olardim. Oyim bilan dadam urushib bersalar, akam meni himoya qilardilar. Shunda akangiz o'tib ketdilar. Ojiz banda ekanmiz-da. O'limga chora yo'q ekan. Sabrli bo'ling. O'rey, dadam keldilar. Assalomu alaykum, dada. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz o'g'lim? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi, rahmat. Yaxshi borib keldingizmi? Ha, rahmat. Yaxshi. Assalomu alaykum. Dadasi yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Ha, rahmat. Mana. Charchamadingizmi? Yo'q, charchash yo'q. Sen aytgan hamma narsalarni oldim. Voy, hamma narsani olib kelibsiz-a? Hech narsa esingizdan chiqmabdi. Yaxshiyam siz borsiz. Sog' bo'linglar. Dada, qachon menga boks kiyimlarini olib berasiz? Hozir olib beraman. Aldamayapsizmi? Yo'q.
Voy, o'g'lim, dadang seni qachon aldaganlar? Hech qachon aldamaydilar. Bo'lmasam hozir ko'chaga chiqsak-a? Sen kiyimlaringni almashtir. Oyingni ham olib ketsak, Men ham boramanmi? keyin bir mazza qilib oilaviy aylanamiz. Oyman borsalar mazza qilarkanmiz-da. Albatta. Qani, bor, kiyimlaringni almashtirib chiq. Boraqa, Xo'p bo'ladi. boraqa. Bor. Shu o'g'limiz xursand bo'lsin deb hamma narsaga tayyorsiz-a? Charchab kelsangiz ham olib boraman deganingizni qarang. Ha. Sen va o'g'limiz xursand bo'lishinglar uchun hamma narsaga tayyorman. Oilam bu meni baxtim. Sizlarsiz men bir daqiqa ham yasha olmayman. Bor, kiyimlaringni almashtirib chiq. Xo'p bo'ladi dadajonsi, hozir chiqaman. Bergan ne'matlaring uchun rahmat Allohim. Sizlarsiz bir daqiqa ham yasholmayman deb nega bizni tashlab ketdingiz? Nega meni yolg'iz tashlab ketdingiz? Nega? Endi qanday chidayman bu azoblarga? Qanday chidayman? Siz yo'q hayotda yashashim menga nima keragi bor? Kimlarga tashlab ketdingiz? Nega yolg'on dunyoga tashlab ketdingiz? Qanday chidayman? Oyijon, iltimos yig'lamang. Otasidan qolgan yodgorim. Dadangni endi bir umr sog'inib yashaymiz, bolam. Zohidaxon, Labi opa, ko'rinmaysiz. Bir-ikki qattiq gapirganimga xafa bo'lib qoldingizmi? yo'q opajon. O'zizga kelib qoldingizmi? Keldim desa ham bo'ladi. Mendan xafa bo'lmang, xo'p? To'g'risi, og'ir judolikka uchradik. Ancha siqilib qoldim-da. Opajon, men sizni tushunaman. Sabr tilayman. Nima bo'lganda ham bu og'ir musibat bo'ldi. Ha, agar nimadir kerak bo'lsa ayting opajon. Har doim yordamga tayyorman. Qilar ish qilib qo'yib, yordamga tayyorman deyishini qara buni. Yalmog'iz. Opajon, tuzumsiz? Hammasi joyidami? Ha, rahmat. Rahmat. Xayolim ham parishon bo'lib qolgan. Zohida, men bir ochiq havoga aylanib kelsam. Mayli. Sardor maktabdan kelsa, ovqatini berarsiz, tayyorlab qo'yganman. Xo'p, opajon. Siz bemalol aylanib kelavering. Yaxshi o'tiring. Yaxshi borib keling. Xo'p. Bularga ham qiyin bo'ldi. Pismiq, suvilon. Hali qarab tur. Boshingga itni boshiga tushmagan kunni solaman.
o'zing yo'q bo'lib ketasan. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Siz rosa maqtashdi. Men siz yoningizga ovsinimni isitma sovutma qilish uchun keldim. Ovsin balosiga yo'liqdingizmi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Sizga yomonligi tegdimi? U so'yloni deb tog'da erim o'lib ketdi. Biz bitta hovlida yashaymiz. Iloji boricha uni kasal qilib yo'qotib yuborish kerak. Eri ham undan voz kechsin. Undan qutulsam bo'ldi. Bu sizga bog'liqda. Tushuntiribroq gapiring. Meni qo'limdan har narsa keladi. Agar siz xohlasangiz, ovsiningizni yiqitib, dabdala holatga keltirib qo'yaman. Faqat Nima faqat? xizmat haqqim sal qimmatroq. Mayli qancha bo'lsa ham, opa, to'layman. O'sinimni quritib bersangiz bo'ldi. Shunaqangi qilingki, kasal bo'lib tura olmay qolsin. Eri ham voz kechsin undan. Kasal xotin baribir hech kimga kerak emas. Ha? Bo'ldi. Bugunoq ishga kirishaman. Ha, xo'p. Boshlang. Sardor! Sardor! Hozir. Keling. Kiyimlaringizni alishtirib bo'ldingizmi? Ha? Keling, o'tiring. Kenay oyim qanilar? Oyingiz biroz aylanib kelaman deb ketdilar. Xos kelib qoladilar. Uyda siqilib qolganlar-da. O'shaning uchun. Sardor kelsa ovqatini bering, to'yib ovqatlanib olsin dedilar. Oyimni kutib o'tirsammikan? Yo'q, kutib o'tirmang. Qorningiz och bo'lsa, keyin boshingiz og'rib yuradimi? Issig'ida yeb oling. Bo'ling. Xo'p. Nima bo'ldi? Yoqmadimi? Oldin men, dadam, oyim hammamiz birga ovqatlanardik. Dadam ketganlaridan keyin oyim ham siqilib qoldilar. Endi dadam hech qachon kelmas ekanlar. Yana birga kulishib, hammamiz o'tira olmas ekanmiz. Sardor, siz bu narsalarni o'ylamang, xo'p? Kenay, siz dadangizni sog'inasizmi? Men albatta sog'inaman. Doim sog'inaman. Hattoki tushlarimda ham ko'raman. Meni ham dadam tushlarimga kiradilarmi? Agar dadangizni sog'ingan bo'lsangiz, albatta kiradilar. Qani ovqatdan oling, sovmasin. Men hozir sizga choy damlab kelaman, xo'p? Xo'p. Kenay, yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Menga nimadir bo'ldi shekilli. Siz o'tirib turing, xo'p? Hozir kelaman.
Zohida. Zohida. Ana, kasofat yo'q shekilli. Tezroq folbin aytgan ishlarni qilib olishim kerak. Opa, Voy. Yaxshimisiz? siz keldingizmi? Ha. Qayerdan kelyapsiz? Mahalladagi poliklinikaga chiqib keldim, opa. Boya ozgina boshim aylanib, mazam bo'lmagandi. Shunga Nima deyishdi? analiz topshirib keldim. Aniq javoblarni ertaga chiqargan. Yaxshimisiz o'zingiz? Ha, yaxshiman, opa. Hozir biroz kirib dam olsammikan degandim, maylimi? Ha, mayli, mayli. Rahmat. Mayli. Siz ham kiring. Ha, kiraman hozir. Mayli. Kiravering. Birpasda bosh aylanib kasal bo'lishni boshlabdi-da. Doktorga qatnaydigan bo'pti. Folbin aytganlari ish beryapti. Hali quritaman seni. Opa, o'sini ancha tobi yo'q. Kecha doktorga borib kelgan. Kechasi ham mazasi bo'lmabdi. Ko'ngli aynib qusdi. Menimcha sizni sekin-sekin qilayotgan amallaringiz ish beryapti. Ish beradi-da. Men sizga nima degandim? Bugun yana kuchliroq o'qib berasizmi? Bo'ldi. Gap bo'lishi mumkin emas. Soqqani olib keldingizmi? Ha, haligi pul olib kela olmadim, opa, lekin sizga ataganim bor. Hozir. Ha, mana. Rahmatli erim sovg'a qilgandilar. Tillami bu? Ha, tilla. Grammi ham og'irgina. Sotsangiz ancha pul bo'ladi. Yaxshi. Unda boshlaymiz. Boshlang. Sizni kelishingizga yaxshi narsa tayyorlab qo'ydim. Nima bu, opa? Bu oddiy qo'g'irchoq emas. To'g'ri. Eski folbinlar boshqacha qo'g'irchoq bilan ishlashadi. Ignalar bilan deysizmi? Shuning uchun sezib, bilib qolmasligi uchun zamonaviy qilib o'qidim. Hech kim payqamaydi. Olib borsangiz shunchaki o'yinchoq bo'lib turaveradi. Ovsiniz qurib bitadi. Ya'ni Zohida. Kuningni ko'rsataman, Zohida. Qurtaman seni. Zohida, ahvoling yaxshimi? Senga nima bo'ldi? Menga ber. Bo'ladi. Biroz holsizlandim shunga. Yur, shifoxonaga borib kelamiz. Borib keldim-ku. Analiz javoblari chiqsa, keyin ko'ramiz.
Ha, bugun bormadingmi? Bugun uyda Sardor bor. Bugun dam olish kuni-ku. Shunga bir o'zimda tashlab ketmaydigandim. Siz ham ishga ketib qolsangiz Sardorga kim qaraydi? Shunga Akeniyim qayerda? bilmadim. Qayergadir chiqib ketdilar, ishlari bo'lsa kerak. Sardorga o'zlari qarasalar bo'lmaydimi? Sen ahvoling bu bo'lsa, qayer ketdilar endi shu paytda? Bilmasam. Ha, bo'pti, unda yur. Sardorni ham olib birga boramiz. Ertaga bora qolaylik. Bugun Hozir boramiz. Ahvolingni qara, rangim oqarib ketgan. Bo'l, Sardorni ham olib chiq. Men mashinani tayyorlab turaman. Bo'l. xo'p. Alo. Assalomu alaykum, Kene, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Biz Zohida, Sardor ko'chaga chiqqandik, xavotir olmang. Sardor biz bilan. Ha. Qachon kelasizlar? 1 soatlarda borib qolsak kerak. Mayli, xo'p. Kene, yaxshi o'tiring. Ehtiyot bo'linglar. Uyda hech kim yo'qligidan foydalanib qolishim kerak. Zohida. Umr soatlarining tugashiga oz fursatlar qoldi. Mana shu uyda o'zim seni kuzatib qo'yaman. Daf bo'lgin. Baxtsiz bo'lgin. Bu ham senga kam. Qayoqqa qo'yay? Nimaga birdaniga ish bermayapti? U baxtsiz bo'lish kerak edi. Eri bilan baxtli bo'lib ko'chada aylanib yurganini-chi buni? Kamiga bolamni ham og'dirib olishgan. Bitta ishongan tog'im bor. U ham hozir ular bilan. Endi nima qilaman? Qani kelinglar, kiringlar. Qani kiraqo? Yur. Voy. Oppa, assalomu alaykum. Assalomu Yaxshi alaykum. keldingizmi? Yaxshimisiz? Namuncha kech qoldinglar? Yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshi emasman. Soat necha bo'ldi? Xavotir olib o'tiribman. Oy, biz parkka aylandik. Nuriddin akam bilan, Kinoy opam bilan mazza qilib o'ynadik. Ovqatlandik. Mazza qilib katamara uchdik. Bor ichkariga kir. Ha, bo'ladi. Kene, Sardorga muncha qo'pollik qilyapsiz? Kuni bilan darsni tayyorlasa bo'ladi-ku. Ko'chada shataloq otib yurmasdan. Hali ko'radi mendan. Opajon, uni urishmang. Endi biz bilan o'ynadi-da, ancha aylandi, ko'ngli yozildi. Keyin, opa, Sardor yaqinda ukali bo'ladi. Tushunmadim. Qanaqasiga? O'zi necha kundan beri holsiz bo'lib, boshim aylanib yurgandim-ku. Tekshirtirdim. Homilador ekanman. Yo'q. Kene, nasib qilsa agar o'g'il tug'ilsa, unga akamni ismini qo'yamiz. Nima deysiz?
Nima? Hech qachon. Erimni qotilning o'g'liga uni ismini qo'yishga ruxsat bermayman. Eshitilaringmi? Opa, Sen qotilsan, Zohida. Suilon. Men seni hech qachon kechirmayman. Keneye, o'ylab Opa. gapiring. Yana boshladingizmi? Men tirik ekanman. Mana shundan nafratlanaman. Yer yutkur. Sendan nafratlanaman. Keneye, Hech qachon. Hech qachon erim ismini qo'ymaysan. Yo'qol. Keneye. Zohida, hali ham yig'lab o'tiribsanmi? bu uyda boshqa yashamasam kerak. Nimaga? Nima deyapsan? Opajoni gaplarini eshitdingiz-ku? Meni umuman yoqtirmayaptilar. Ko'rarga ko'zlari yo'q. Hali vaqt o'tsin, yaxshi bo'lib ketadi. Qachon Nurdin aka? Mana shuncha vaqt o'tdi-ku. Ular baribir meni yoqtirmaydilar. Alamzadalar. Ularning ichlarida hozir olov yonyapti. Bu olov endi o'chmasa kerak. Endi bu yo'g'iga nima qilamiz? Qanaqa qilib yashaymiz? Bilmadim. Boshim qotdi. Balkim alohida chiqarmiz. Qayerga? Ha, ijaraga bironta kvartira olamiz. Tinchgina o'zimiz yashirdik. Keneyimchi, Sardorchi. Ularning ahvoli nima bo'ladi? Men ularga qarashim kerak. Biz ularni doim o'ylaymiz. Lekin beva o'zi nima qilayotgan ishlarini qarang. Axir men homilador bo'lsam, endi bu yo'g'iga menga ortiqcha siqilishim mumkin emas. Sen o'zingni asragin, bo'ldi. Men Keneyim bilan o'zim gaplashib qo'yaman. O'ylama. Bo'pti, men chanqadim, suv ichib kelay. Menimcha foydasi yo'q. Endi alamini olguncha qo'ymaydi. Ha, o'g'lim. Mana oyi, siz aytgandek naymaxonasiga kirdim-de, mana ro'molni olib chiqdim. Hech kim ko'rmadimi? Yo'q. Barakalla, o'g'lim. Endi boraqa kitobingni o'qi, xo'p? Oyijon, birpas hovlida o'ynasam maylimi? Darslarimni qilib bo'lganman. Mayli, o'ynay qo'y, bor. Hali homilador bo'ldingmi? Ha? Men seni yo'q qilish bilan ovoraman-ku. Sen esa asabga tegyapsanmi? Kasofat. O'zingdan ko'r. Kasofat. Hali sehr jodu ish bersin. Ha? Tak-toking bilan yo'qotaman qotil. It kunini boshingga solaman, yashamagur. Mana endi buni yoqib, kulini ostonangga sepaman. Shunda kulni ichida qolasan, qotil. Yalmog'iz. Oyi! Sardor? Sardor!
Oyi! Oyi! Oyijon! Oyijon! Sardor! Voy! Voy! Sardor! Ah! Voy! Bolam! Bolam! Bolam, senga nima qildi? Ha? Ha? Ko'zingni och, bolam. Ha? 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 Qo'g'irchoqni o'ynadingmi, ha? Tegindingmi? Oyi! Ay, kim bor? Kim bor? Zohida! Bolam, yordam bering! Nima bo'ldi? Zohida! Yordam bering! Bolam! Bolam! Sardor! O'ziga keling, Sardor. Nima bo'ldi? Bosh yaxshimi, Sardor? Sardor! Yaxshimisan? Sardor, ko'zingni och. Ko'zingni och. Opa, suv olib kelaman hozir. Olib keling! Olib keling! Sardor, qo'rchoqni o'ynadingmi? Ketdik. Tegindingmi qo'rchoqqa? Qani qo'g'irchoq oyi. Ko'pdan o'ynab yiqilib tushdim. Boshim qattiq og'riyapti. Tegima, tegima qo'rchoqqa tegima. Tegima bolam. Kechir, meni kechir bolam. Bo'ldi, meni kechir. Kechir. Senga bir narsa qilsa men nima qilaman, ha? Yergina yutsin seni. Kasofat, firibgar, yolg'onchi ekansan. Nimalar qilib qo'yding? O'zingni bos. Nimalar deyapsan? Ani qo'g'irchoqni sen aytgandek hovliga ko'mdim. O'g'lim o'sha yerda o'ynab yiqilib tushdi. Hozir shifoxonaga tushib qoldi. O'ziga keladi, yana o'zidan ketadi. Yiqilib bunaqa bo'lishi mumkin emas edi. Nima qilding? Bolam ahvoli og'ir. Sen kasofat amal qilib bergan qo'g'irchog'ingni deb shunaqa bo'ldi. Nimalar qilding? O'chir ovozingni. Namuncha baqirasan. Sehr jodu qilingan joyda ham bolangni o'ynatasanmi? Ayb o'zingda ahmoq. Hozir shu tilingni sug'urib olaymi? O'zingni bos. O'zing-ku likkillab ovsinimni yo'q qilaman, o'ldiraman deb yugurib chopib kelganing. Men seni majburlab olib kelganim yo'q uyimga. Bolang shifoxonaga tushgan bo'lsa, seni qilgan yomon ishlaring kasri bolangga urgan. Tushundingmi? Nima? Yomon ishlarim? Ha? Axir o'zing meni shu yo'lga olib kirding-ku. Bu yomon ishligini bilar ekansan. Nimaga o'shanda meni to'xtatmading? Nimaga? Menga pulini bersang bo'ldi-da. O'zingni aqling yetmagandan keyin menga nima? Rahmat de. Boringni shilib olmadim. Bilib qo'y. Birovga choh qassang, o'zing tushasan o'sha chuqurga, deyishadi. Bor, uyimdan chiqib ket. Men seni qamataman. Odamlarni aldab pulini shilar ekansan-da, yolg'onchi, shaytonni balosi. Bergan pullarimga rozi emasman. O'chir chakagingni. Odamlarni men bo'ynidan arqon bilan tortib kelmayman. Ularni o'zlari kelishadi. Bor yo'qol ko'zimga ko'rinma. Chaq uyimdan. Hali javob berasan. Qonun oldida javob berasan. Hozir aytganimdek, odamlarni men chaqirmayman. Ularni o'zlari kelishadi.
Sengayam boqqan balo bordir, yolg'onchi. Nimalar qilib qo'ydim? Sardor, bolam, meni kechir. Ahmoqligim tufayli seni qiynab qo'ydim. Alamzadaligim menga qimmatga tushdi. O'sinim yo'q qilaman deb o'zim baloga yo'liqdim. Bolajonim, adashgan onangni kechir. Seni yaxshi ko'raman.